Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana menga juda ham noyobroq O'zbekistonda bo'lmish bir buyum kelgandi. Texnika yana Sovet davriga qaytamiz. Ya'ni birinchi video magnitofon bobinali lentalarda bo'lgan, mana xromoviy bobina lentalar bilan. Hozir buni sizlarga ko'rsatib beraman ishlatib. Video yoqsa like bosib ketinglar va bu videoni shunaqa video magnitofon tutgan do'stlarga, tanishlarga jo'natib qo'ysa bo'ladi. Demak, boshladik. Mana chiqarib oldim. Juda ham og'ir. Aytib o'taman. Juda ham og'irgina. Mana tuzilishini, ko'rinishini ko'rvasizlar bo'ladi, dizaynini. Hozir ko'rsatib beraman ishlab sizlarga buni. Mana bunaqa shnurlari uydigan. Esida bo'lsa mana kamera bo'lardi, elektronika. Kam videoda tanishtirib o'tganim. Buni ham mana uydigan joyi bor ekan. Ulasa bo'lar ekan. Mana o'tirib qo'yib, misol bunda ham syomka qilib, uni o'sha davrlarda ko'tarib yurishgan shekilli. Xo'p, endi qanaqa ishlashini hozir sizlarga ko'rsatib beraman. O'zim ham zo'r bilmayman. Shuncha bor ozgina YouTubedan ko'rganimizdan. Mana set ekan. Hop, yondi. Qarang, qoyil ishlayapti. Sxemalar tilidan ko'p tillardan qilingan ishadi. Bu elektronika 502 modeli ekan. O'sha davr video magnitofoni. Hop, ishlayapti. Afsuski televizorga ulaydigan, uni o'sha davr televizori kerak. Uni ulashga kommentariyada izohlarda yozib ketsanglar bo'ladi. Kimda shunaqa magnitofon bo'lgan yoki kerak bo'lsa bizga murojaat qilsa bo'ladi. Nastroykalar ekan. Xullas, bugungi obzorimiz shular. Xudo xolasa televizor topsam, uni ulab ham tekshirib beraman qanaqa ko'rsatishlarini. Bugungi video obzorimiz shular edi. Keyingi video obzorda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Yaxshilar hali oldinda.